Barchaga birdek yoqadigan va siz uzoq qidirgan dramalarni endilikda bizning Studio Telegram kanalimiz orqali o'z efirida tomosha qilishingiz mumkin. Bizda doim sifat birinchi o'rinda. Biz sizlar uchun harakatdamiz. Bizdan uzoqlashmang. Kasih ibu bolalar uyi. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Barcha orzularing amalga oshsin. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Umid qilamanki, stipendiya olasan. Allaqachon kech bo'libdi. Men bolalarni uyg'otaman. Xo'p, xonim. Loli, kel, tur. Allaqachon peshin bo'libdi. Bunga. Uyg'on, allaqachon peshin bo'libdi. Aliya, uyg'ona qol. Feli xonim. Bu yerga kelchi. Agar sizlar erta uyg'onsangiz, o'ynashga ko'proq vaqtingiz bo'ladi, to'g'rimi? Uyg'oning, uyg'oninglar. Voy, qarang. Dino uyg'onibdi. Albatta. Feli xonim, esingizdami, kecha menga va'da bergandingiz? Bugun qovurilgan guruchni pishirib berishga. Men albatta nonni ham xohlayman. Kelinglar, ovqat tayyor. Bir qator bo'lib turinglar. Menga ham, xo'p. Mana. Biroz kutib turing. Men ketyapman. Salom. 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 Oy xudoyim. Xonim, men ketyapman. Qayerga shoshilyapsan? Men kech qolyapman. Yaxshi, ehtiyot bo'l. Siz ham sog' bo'ling. Hoy, meni kutib turing. To'xtang. Jangan pernah bertanya mengapa ku mencinta. Jelas sudah di mata, apalagi di hati. Bukan sekedar kata, kata-kata-katanya dirangkai, dibelai jadi kalimat cinta. Bila
Qayerda yuribsan? Senga telefon qilsam javob bermading. Tez kiyimingni almashtirib ishni boshla. Xo'p, xonim. Janob Yoxan seni kutyapti. Xo'p. Magla. Salom janob. Buyurtma bersangiz. Hammasi joyida. Har doimgidek bo'lsinmi? Albatta. Xo'p janob. Hoy, bir daqiqa. Bunga qarang. Bugun biror kim bilan uchrashmoqchimisiz janob? Men juda muhim bo'lgan bir guvoh bilan uchrashmoqchiman. U katta yosh emas, o'rtacha yoshlar atrofida. Menimcha sochlaringizni boshqatdan qilish kerak. Sochlaringizni to'g'ri tarash yaxshiroq bo'lardi. Shunday qilsangiz o'zingizga ham qulay bo'lardi. Ayniqsa agar guvohlikdan uzoqlashmoqchi bo'lsangiz. To'g'ri. Bu chiroyli bo'ladi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling rahmat. janob. Janob, men so'ramoqchi edim. Siz har doim mendan so'nggi 6 oy davomida tashqi ko'rinishingiz haqida so'radingiz. Uyda so'rashingiz mumkin bo'lgan biror kishi bormi? Mening hamma farzandlarim o'g'il bola. Qanday qilib ular tashqi ko'rinishimga ahamiyat berishi mumkin? Xotinim esa ancha vaqt oldin vafot etgan. Kechirasiz janob. Hech qisi yo'q. Sizni bergan fikrlaringizdan doim xursandman. Rahmat sizga. Kirish xabarnomasi. Gradni qabul qilish natijalari haqida xabarni berish. Sizning stipendiyangiz rad etildi. Tug'ilgan kuningiz bilan, tug'ilgan kuningiz bilan, Feri xonim, tug'ilgan kuningiz bilan, Feri xonim. Alya, Dino, Bobna, Lidi, Adrian. Nega bu yerda nishonlayapsiz? Chunki biz bolalar uyida nishonlaganimizda har doim xafa bo'lasiz. Shuning uchun biz shu yerga keldik. Xonim ayni aytdi, ota-onangizni eslasangiz xafa bo'lar ekansiz. Shunday qilib biz bu yerga bayram qilish uchun keldik. Shunday qilsak siz xafa bo'lmaysiz. Rahmat sizlarga. Bu nimasi? Hoy, ularga chiqishini ayt. Ular seni yetimxonadagi ukalaringmi? Xodimlarni tanlashda xato qilgan ekanman. Yetimxonadan chiqqanlarni olmasligim kerak edi. Sen faqat muammo keltirasan. Ish vaqtini o'yin-kulguga aylantirma. Ishmi ish, gap tamom, vassalom. Hali ham shu yerda turibsanmi? Kechirasiz xonim. Bolalarni ham kechiring. Ular shunchaki xursand bo'lishimni xohlashgan. Bunday narsalar boshqa takrorlanmasin. Tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat janob. Tug'ilgan kunida u ishlayaptimi? Yo'q, biz unga surpriz qilmoqchi edik. Siz noto'g'ri tushundingiz, janob. Qanday qilib tug'ilgan kunida uni ishlatishim mumkin? Shunchaki g'azablangandek ko'rsatdim o'zimni. Seni chin qalbimdan tabriklayman. Men har kuni sen uchun duo qilaman, qizim. Ehtiyot bo'lib tushinglar. Qani, ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'l. Siz bolalarga baribir bormasligingizni aytdim, lekin quloq solmadingiz. Sizlarga qarashga buni vaqti yo'q edi, to'g'rimi? Kechirasiz xonim, biz buni boshqa qilmaymiz. Rostdanmi? Rostdanmi? Ha. Unda yaxshi. Kiyimlaringizni almashtirib, qo'l va oyoqlaringizni yuvish uchun boring.
Bu janob Yoxan. Salom, men Yoxanman. Tom, Haligi rahmat. Men va ukalarimni olib kelganingiz uchun. Tom xonim, bolalar uyining prezidenti. bolalar uyiga yordam berganingiz uchun katta rahmat. Bu ishingizdan minnatdormiz. Hammasi joyida xonim. Men keta qolaman. Rahmat. Salomat bo'ling. Qani endi yura qol. Kasih ibu, bolalar uyi. Qizim, Bu sovg'alarni kim yubordi, xonim? Kloyami? Yo'q. Bu mendan. Men xafa bo'ldim. Buni faqat men berishim mumkin. Nega xafa bo'lasiz? Men yana bu safar sizni bezovta qildim. Men tezroq mustaqil bo'lishim kerak. Shunda men sizlarga yuk bo'lmayman. Yo'q, sen hech ham yuk emassan. Sizning mehringiz mening oilamni kutish uchun yetarli edi. Men bilaman. Mening haqiqiy ota-onam meni olib ketmaydi. Men endi ularni kutmasam ham bo'ladi. Chunki umidim uzildi. Bilaman. Men har doim buni rad etganman, chunki men oilamni kutgandim. Ammo endi agar kimdir meni qabul qilishni xohlasa, men roziman, xonim. Bas qil. Sen bu yerda yuk emassan. Bu seni bilishing kerak bo'lgan narsa. Xo'pmi, meni shirinim? Tom xonim! Xonim! Tom xonim! Bu suvni ich. Men allaqachon janob Abdiga chiroqni o'zgartirishni aytgandim. Men hozir ancha yaxshiman. Xayriyat. Sen qorong'ulikdan qo'rqib ketganingni eshitib, juda ham xavotirlanib ketdim. Nima? Nima bo'ldi? Meni bedahalmiy maktabga qabul qilishdi. Men juda ham xursandman. Tabriklayman. Buni eshitganimdan juda xursand bo'ldim. Men o'ylaymanki, Bididixarma eng yaxshi yuqori maktab. Boshqa maktab stipendiyalari bilan taqqoslanganda. Ha, xonim, men juda ham xursand bo'lyapman. Ha, aytgancha menga hujjatlarga yordam bering, xonim. Men yaqinda yangi o'quv yilini boshlayman. Albatta, meni jonginam. Shu bilan birga Kloya ham shu maktabga boradi. Demak, biz Kloya bilan bir maktabda o'qiymiz. Salom, hurmatli onajon. Men juda baxtliman. Nihoyat men ham Kloya kabi maktabga boraman. Qaytarib ber! Qaytarib ber dedim senga. Menga ber. Kloyani masxara qilmanglar. Seni faqat kuching qizlarga yetadi, shundaymi? Yura qol ketaylik. Yig'lama, Kloya. Rahmat, Feli. Ha, sen qo'rqishing shart emas. Agar biz birga bo'lsak, biz kuchli bo'lishimiz va bir-birimizni himoya qilishimiz mumkin. Ha, biz har doim birga bo'lamiz.
Va'da berasanmi? Va'da beraman. Chloe, qalaysan? Seni sog'indim. Yo'lingga qarab yur. Raga, allaqachon qoidalarni bilardik. Bu yerda to'xtash joyi yo'q. Bu yerda to'xtash mumkin emas. Ko'rib turganingdek buni hech qayerga yozib qo'ymagan. O'zi o'qishni bilasanmi? Ha. Buni sen o'zgartirding. Yoki ukalaringdan biri qilgan. Agar mashinani hoziroq olmasang, kengash prezident sifatida senga chora ko'raman. Bu hol esa ota-onalaring uchun yaxshi misol bo'lmaydi, to'g'rimi? Nima deding? Mashinangga chora ko'raman. Hammasi joyida, u bilan tortishib o'tirma. Xo'p. Mayli. Yaxshi. Ahvolingiz yaxshimi? Xo'sh, bu yerda qancha to'xtadim? 1 yilmi yoki 2 yilmi? Bu yerda to'xtaganim uchun hech kim menga norozilik bildirmadi. Talabalar ham, ota-onalar ham. O'zing uchun muammo yaratma. Tushunarlimi? Bilasanmi, sen hozir kimgadir zarar yetkazarding. Sen kimsan? Tasodifiy qiz. Deyarli bu yerda hech kim zarar ko'rmadi. Ha, men London qizman. Sen xavfli bo'lasan. Menga ber. Yo'q. Ber. Yo'q. Ber dedim. Yo'q. Yo'q dedim. Hoy, tortishma. Ular ketdi, Raba. Tez orada dars boshlanadi. Rahmat. Rahmat. Oldin menga hech kim yordam bermagandi. Aytgancha, bu yerga yangi kelganmisan? Ha, men Filiman.
Salom. Salom. Kechirasan. Men Xenmaman. Seni o'qituvchilar xonasiga olib boraman. Bu maktabda xonalarni topish qiyin. Xo'p, men minnatdorman, rahmat. Xayrli kun. Xayrli tong, ser, xush kelibsiz. Hammangiz diqqat bilan e'tibor bering. Bugundan boshlab sinfimizga yana bir yangi o'quvchi keldi. Fili, ana endi bolalarga ham o'zingni tanishtir. Hammaga salom. Men Filiman. Umid qilamanki, biz yaxshi do'st bo'lishimiz mumkin. Bo'ladimi? Tugatdingmi? Yaxshi, ana endi bironta bo'sh joyga o'tirib ol. Rahmat, ser. Men tashqariga chiqib kelsam bo'ladimi? Feli. Qayerda o'tirishni xohlayapsan? Salom, men Saxanyaman. Feli. Alienman. Feli. Hoy, Fel. Biron narsa yuz berdimi? Nimani o'ylayapsan? O'sha yigitlar haqida o'ylayapsanmi? Eshityapsanmi o'zi? Bolalarni o'ylayapsanmi deyapman. Darsdan oldin to'qnashding-ku. Sen ham ko'rdingmi? Ha, men ko'rib turgandim. Ammo ulardan uzoqroq yur. Shundagina xavfsiz bo'lishing mumkin. Maslahat beraymi? Ular bilan ko'p ham yaqin bo'lma. Ularni qizlar 4 shahzoda deyshadi. Chunki ular shahzodadek kelishgan. Ularning eng katta yutug'i oilalari shu maktabga sarmoya kiritishgan. Shuning uchun ham ular shahzoda deyishga munosib, to'g'rimi? Birinchi shahzoda bu Ragga. Ragga biroz omadsiz, ammo ahmoq emas. U o'zini yaxshi ko'radi, mashinalarga qiziqadi. Juda aqlli. U doim mashinalari bilan band bo'ladi. Uni o'ziga o'xshagan bir qancha shogirdlari ko'p, lekin men mashinalar haqida hech narsani bilmayman. Menga qiziq ham emas. Lekin yigitlar masalasiga kelsak, Ragga bu ajoyib variant bo'lardi. Menimcha. Keyingisi Jordan, og'ir bosiq, balki musiqachi bo'lganligi sabablidir. Menimcha eng chiroylisi ham o'sha. Helga va Naviro, ular egizaklar. Ammo bir xil emas. Helga, bugun ochilib ketibsanmi? O'g'il bola nimasi ochilib ketgan? Ovozingni o'chi. Bor ishingni Juda ham ko'p qizlar orqasidan yuradi, ammo u o'yinni tanlagan. Ha, yana bir narsa, u hazillashmaydi. Buncha ko'p gapirasizlar, a? Ishinglarni qilinglar. Naviro, shoshma. Naviroga kelsak, u kenjasi. U o'z muxlislarini hech qanday vaziyatda ham xafa qilmaydi. Ularga doim samimiy bo'ladi. Baribir ham senga maslahatim. Ulardan uzoqroq yur. Qancha uzoq yursang, shuncha xavfsiz bo'lasan. Ha, tushunarli. Mening zanjirim nega bu yerda yo'q? Qayerga? Haftadan shu yerda tushgan edi. Yana nima bo'ldi? Qanaqa marjon? Zanjirda kapalaklarning marjonlari bor edi. Bu yerda yo'q-ku. Kapalakli marjonmi?
Bu mening oilamdan qolgan yagona zanjir edi. Bo'ldi, siqilma. Biz yana qidiramiz. Sabrli bo'l. Hozir birga ovqatlanamiz. Keyin yana borib qidirib ko'ramiz. Rahmat. Arziysan. Salom, Raga. Ol, bu sen uchun. Salom. Meni qidirayotganmiding? Hoy, qaytarib ber. Qaytarib ber dedim. Qaytarib ber. Ber menga. Hoy. Qaytarib ber. Ber dedim senga. Ber. Raga, uni yuziga bir qara. Qaytarib ber. Men seni juda ham sog'indim. Fel. Nima qilyapsan? Fel, men oldingi Xloya emasman. Allaqachon yangi hayot boshlaganman. Men hammasini unutganman. Agar menga yaxshilik qilishni xohlasang, mendan uzoqroq yurishing kerak. Meni tanimagandek tut. Xuddiki biz bir-birimizni bilmaymiz. Sen jiddiy gapiryapsanmi? Nima deyayotganimni tushunding, to'g'rimi? Ha, xonim. Nima uchun maktab hududi bunaqa? Yoki odamlar shunday munosabatda bo'lishadimi? Bu odatiy hol. Sen haqingda hamma har turli fikrlashi mumkin. Sen yangisan axir. Ha, men hayron qoldim to'g'risi. Ayniqsa Koya bilan uchrashganimda. Koya menga e'tibor bermadi. U xuddi dushmanga o'xshardi. Qanday qilib u buni ko'rmagandek, bilmagandek ko'rsatishni xohlaydi. Xo'sh. Ehtimol Xloya muammoga duch kelgandir. Muammo degani do'stlarni unutish degani emas-ku, to'g'rimi? Agar u muammoga duch kelgan bo'lsa, men unga yordam bermoqchiman. Bu bilan birga nega har xil ovqat pishiryapmiz? Bugun muvaffaqiyatingni nishonlamoqchimiz. Ha. Xonim, men avval ukalarimni chaqiraman. Yo'q, to'xta, biroz kutib tur. Kechirasiz, xonim, mehmonlar kelishdi. Rahmat. Siz mehmonlarni taklif qildingizmi? Xonim, nima uchun janob Yoxan? Aslida janob Yoxan seni qabul qilishni istayapti. To'g'ri, bu xijolatli. Bolalar uyidan ekanligingizni bilaman. Uzoq vaqt davomida qizim bo'lishni istaganman. Va iltimosimni xonim yerda qoldirmadi.
Va senga o'g'illarimni tanishtiray. O'g'illarim. Bular meni bolalarim. Ularni rasman sen bilan tanishtirmoqchiman. Ijozat bering. U sizning yangi oila a'zoyingiz. Nimalar bo'lyapti? Shuning uchun keldikmi? Singlingiz bilan tanishish uchun avval o'tiring. Meni aka-ukalarim bor xolos. Agar bola qabul qilmoqchi bo'lsangiz ham, nega u bo'lish kerak? Raga, bu mening zanjirimmi? Menga qaytarib ber. Mayli beraman. Faqat otamni qabul qilish taklifini rad etganingda. Jangan pernah bertanya mengapa ku mencinta. Jelas sudah di mata, apalagi di hati.